Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp matbuot anjumanidagi chiqishlar chog'ida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga har kuni qo'ng'iroq qilib, urushni davom ettirishini aytgan. Isroil davom ettirishi mumkin, ammo ularda Arrow havo mudofaa tizimi uchun to'suvchi raketalar zaxirasi tugamoqda. AQSh hukumati bu kamomat xavfi haqida bir necha oy avvaldan bilib, Isroildagi mudofaani kuchaytirishga kirishgan. Qo'shimcha havo, quruqlik va dengiz kuchlarini yuborgan. Ammo bu ham Eron raketalarini to'laqonli to'sib qola olmagan. Ma'lumot uchun aytib o'tadigan bo'lsak, Eron Isroilga birinchi hujumida 200 ta atrofida raketalar uchirgan. U raketalarning 30% ga yaqini Isroil temir gumbazini yorib o'tgan. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, Eronda ayrim manbalarga ko'ra 3000 ga yaqin raketalar borligi aytiladi. 3000 raketaning 30% 900 ta raketa bo'lib, u Isroil shaharlarini deyarli tekislashi mumkin. Ammo bu kabi hujum bo'lmasligi aniq, chunki bunga Amerika Qo'shma Shtatlari imkon bermaydi. The Washington Post gazetasining ma'lum qilishicha, Isroil armiyasidagi hozirgi mudofaa imkoniyatlari, undan keyin esa raketalarni to'xtatish imkoniyatlari keskin kamayadi. Himoyadan tashqari, Isroil harbiy havo kuchlari Tehrondagi Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xumanay bunkeri joylashgan tumanni bombardimon qilmoqda. Bu haqida manbalarga tayanib, Isroilning 9-telekanali xabar berdi. Isroil armiyasi vakilining so'zlariga ko'ra, ayni damda Isroil havo kuchlari Tehron atrofidagi Eron rejimiga tegishli harbiy obyektlarga hujum uyushtirmoqda. Rossiya tarafi esa Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronga hujum qilmaslikka chaqirmoqda. Chunki bu harakat Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin. Bu haqida Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Sankt-Peterburgdagi iqtisodiy forum doirasidagi intervyusida aytib o'tdi. Avvalroq esa prezident Putin 14-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali gaplashgan. U muvofiqlashtiruvchi vositachi sifatida Rossiya xizmatlarini taklif qilgan. Tramp esa bu taklifni omma oldida rad etmagan, ammo Erondan shafqatsiz taslim bo'lishni talab qilgan. Eron ham bularga shunchaki qarab turmasdan Isroilga qarata yangi turdagi ballistik raketalarni uchirdi. Eron ilk bor Isroilga qarata 2000 km masofali Sejil ballistik raketalarini uchirganligi aytilmoqda. Bu haqida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonot berdi. Tasnim nashri raketalarning uchirilishi aks etgan videoni e'lon qildi. Bu ehtimol Sejil raketalarining birinchi jangovar ishlatilishi bo'lishi mumkin. Oldingi barcha uchirishlar mashg'ulot va sinov bo'lgan.